Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar. Ushbu video tasvir Surxondaryo viloyati Muzrabot tuman markazidan bo'lyapti. Ahamiyat beramiz. Avval 5-bo'lim deyilardi, hozir yangi nom bilan Nurli hayot mahallasi deyiladi. Bu pastda Movlishda Afg'onota degan qabristoni bor. Bu yerda men bilmabman, uzr so'rayman. Mana shu 9-may xotira oldidan 7-maygacha obodonlashtirish shanbalik ishlari ketmoqda. Barcha fuqarolarimizdan borib o'sha shanbalik ishlariga yordam berib, savob uchun 9-may xotira oldidan har qanday joydan mehmonlar kelishi mumkin. Shunda qabristonimizni toza va ozodaligiga ahamiyat beramiz. Bundan tashqari ham O'zbekiston bo'ylab barcha qabriston mozorlarda tozalik ishlari ketmoqda. Borib faol bo'lib, yordamlashib, shanbalik obodonlashtirish ishlariga qarashib, fuqarolarimizdan shunday tashkiliy ishlarga, mana shunday savob ishlarga yordam berishlarini shaxsan iltimos qilib so'rab qolgan bo'lardik. Akmal Jumayev kanallarini muntazam kuzatib boramiz, qo'llab-quvvatlaymiz, obuna bo'lamiz, laykni bosamiz. Bizni kuzatishda davom eting, qiziqarli videolar chiqarishga harakat qilamiz fuqarolarimiz uchun. Sog' bo'linglar, rahmat.